aytuvchilar, bizda ozdirish protsedurasi. Ozdirish etapimiz 3 xil, ya'ni lipolitik ukollar bilan kindik sohasidan ishtahani bloklab turib ozdiramiz, lekin bu ozdirish protseduramiz umuman boshqacha, ya'ni avtorskiy. Dorini o'zim tayyorlab ozdiradigan ukol qilaman. Preparatimiz mana tayyor qilinishga. Buni hamma zonaga qilsa bo'ladi. Yuz, bo'yin, katta tanani ortiqcha yog'lari bo'lsa, hamma joyga qilsa bo'ladi. Kimlarga mumkin emas? Deyarli 95% patsientlarga mumkin. Hech qanaqa zararli tomoni yo'q, navorot organizmni tozalaydi, immunitetni oshiradi. Juda ham zo'r narsa. Qilingandan keyin qilingan zonalarda ob'yomdan kilodan ketkazadi. Protsedurani kurs bilan amalga oshiramiz. Jins tanlamaydi. Sahrli diabeti birinchi tip, davleniyasi kuchli patsientlarga qilmaymiz.